Mashina 3 qoldimi? 3 qoldi. Amma qara qo'yish telefoning mashina buzib qoldi. Qarash bor? Hozir. Ketamiz. Tabii ki. Obar. Telefonim bilan kaçırılib chiqmoqda. Taksida. Gapirsak maylimi? Bobur, ana telefon topaylik. Hamyonimda pulim bor edi. Yur, Mirsiga o'zib beramiz, topib berishadi. Topishadimi? Albatta. Hop yur. Mayxira bobur, topib berishadimi o'zi? Ha, shunchadan keyin topib berishadi. Sanikidan topib berishadi. Siqilma, telefon akangga topamiz. Ertaga dam olish. Biror joyga boramiz. Telefon qilaman. Telefonim yo'q-ku. Bo'pti. Chehrang ochilib qopti. Dam olish qalay bo'ldi telefonsiz? Telefonsiz? Ota-onang bilan nega? Bolam, ovqat olib keldim. Rahmat onajon. Ona, men bu sanaqa ko'z o'ynak kimniki? Qanaqa ko'radi bunga? Voy bolam, otangni ko'zoynagi-ku. Senga necha marta aytdim, shuni tuzatib kel deb. E'tibor ham qilmading chog'a. Ona, ovqatsiz rosa shirin bo'libdi. Voy, rahmat bolam. Hech bunaqa demasding. Tishingizga nima qildi ona? Voy bolam, ko'rinib ketdimi? Qarichilikda ancha bo'lgan. Ona yuring, otamni ham chaqiring. Dam olish kuni otam ko'z o'yinlari singan ekan. Uni tuzatdik. Onam ishlarini davoladik. G'animat ko'zlariga qarab birga ovqatlandik. Ota-onam qarashyapti o'rtoq. Tushunganingdan xursandman. Mana o'rtoq telefon. Telefon topildimi? Taksida tushirib qoldirganingda men olib qo'ygandim. Shoshma, aynisachi. U arzon olmasak bo'lmaydi ekan. Tur borib shu arzon olaylik. Bitta telefon deb do'stimni ayirib qolmayman. Qani ilohim.